bilan tarang sinfda jim yozib turibmiz. Hammani bosh pastda mamnaq qilib turibdi. Bittasi aksirdi. Boshim ko'tarmasa sobiqim bo'zaman dedim. Hamma yozishdan to'xtadi, sinf muzlab ketdi. Shunda boshim ko'tarsam ustoz aksirgan ekan. Menga qarab turibdi. Rahmat kim bo'lsin ham deydi. Hey. Nima qilyapsan? Kulguli narsa aytding. Kulyapman. Ovoz chiqarib kulmaydimi? Kulaver bemalol. Kulyapman-ku. Xo'p. Xullas, maktabda ingliz tili darsiga umuman kirmasdim. Ustozim kim shu bolani darsimga olib kirsa, bahosini 5 qo'yib beraman degandi. 10 tasini doshim ushlab oldi. Ikkinchi etadan tushish kerak. Shunaqa qarshilik qilyapman, tashlavordi. 2 hafta maktab bormadim. Bo'ldi, bas qilsang-chi. Qo'ysang-chi. Shunchaki kulyapman-ku. Yo'q, sen kulayotganga o'xshamayapsan. Ko'proq o'layotganga o'xshaysan. Menimcha hammani o'ziga xos kulgusi bor. Yo'q, sen kulmayapsan, bizning ustimizdan kalaka qilayotganga o'xshaysan. Hey, hammasi joyida. Davom et. Yaxshi. Direktor bizdan urishib beribdi. Qornim juda ham och va direktor oxiri gapini tugatdi. Tushundilaringmi dedi. Birdan ichim g'ildirab yubordi. Shu payt hamma kulib yubordi. Hey, to'xta, qayerga? Unaqa qilma. Unaqa qilma. Tegma ularga. O'zing yig'istirasan. Yaxki, bo'ldi. Bo'ldi. Kulgu tamom. Bo'ldi. Tugat. To'xta. Hey, menga qara. Jinnilik qilmasdan shunchaki kulsang bo'ldi. Balki sen meni yaxshi kuldira olmayotgandirsan. To'g'ri, bolalar uni ham to'g'ri tushunish kerak. Xullas bo'lmasa ishi. Qornida kokain olib ketayotgan qora tanli insonni nima deb atash mumkin? Bounty. Mana nima uchun kulmayotgandim? Yaxshi qolinglar.